Semirmoqchi bo'lganlar uchun vitamin va minerallar. Illizin aminokislotasi ichak fermentlarini faollashtiradi, hazm qilishni tezlashtirib beradi. Kuniga 1000-3000 mg dozada ovqatdan keyin ichiladi. Glutamin mushaklarni qayta tiklash orqali ularni o'sishini ta'minlaydi. Kunduzi yoki trenirovkadan oldin 5-10 grammgacha buyuriladi. Sink oqsil sintezini kuchaytiradi, metabolizmni faollashtiradi. Ovqat bilan birgalikda kuniga 30 mg gacha qabul qilinadi. Vitamin E gormonlar hosil bo'lishini faollashtiradi, muskul kuchini oshiradi. 15-30 mg kuniga ovqatdan keyin ichiladi. L-arginin qon tomirlarini kengaytirib, mushaklar trofikasini oshiradi. Kuniga 3-5 grammgacha ovqatdan keyin ko'p miqdorda suyuqlik bilan ichiladi. Vitamin B6 ozuqalar so'rilishini kuchaytirib, oqsil hosil qilishini oshiradi. Och qoringa kuniga 1-3 mg gacha ichiladi. Bu moddalarning kompleks ta'siri natijasida tana massangizni oshirishingiz mumkin.